Aka mashina xublanib qoldi. Assalomu alaykum. Bo'ldi, lakaz tashib bering, boraman. Bo'ldi, lakaz tashib beraman, faqat tezroq keling. Xo'p. Hozir. Aka, siz chaqiruvmisiz? Mana shu mashinani oching, tezroq oching faqat. Bo'ldi, hozir. Bo'ldi, hozir ukam. Hazillashyapsizlarmi, aka? Katta bo'lib o'tiribdi-yu, nima bu maynochida, aka? Ey, tushay mashinadan qancha ishimni tashlab kelman, men qizuvmisiz, nima bu hazil? Ukam, sen bilan hazillashayotgan joyim yo'q. Och mashinani. Och, keyin tushuntirib beraman senga. Och, tezroq och. Och, bo'la qol. Yaxshimisan? Bo'ldi. Bo'ldi, hozir xavotir olma. Ukam, men sen bilan hazillashganim yo'q. Bu meni ukam. 2 yil oldin avariya bo'lgan. Oyoq qo'l ishlamaydigan nogiron bo'lib qolgan. Aksiga olib mashina qutlanib qoldi. Men xizmat haqqim. Rahmat. Yo'q, aka. Olmayman. Uzr, ozgina qizishib, shoshqaloqlik qilib qo'yman. Kechiring, meni siz qilib qo'ydim. Xizmatlar bo'lsa, telefon qilaverasiz. Uzr. Yaxshimisan?